Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun sizlarga Chilonzor 13-kvartaldan yangi remontli 3 xonali g'ishtli uyni ko'rsatib o'tamiz. Bu xonadonimiz videoni boshida aytib o'taman, 5 qavatli uyning 2-qavatida joylashgan. Bu xonadonimiz zal qismi, ko'rib turibsizlar. Divan, bemalol divanda o'tirib televizor ko'rsanglar bo'ladi. Mazza qilib oilaviy choy ichib bo'lgandan keyin. Gilamlari ham eng sifatlarini qo'yilgan, divanlarimiz ham hamma ishlar sifatli darajada amalga oshirilgan. Bu tomonda esa balkondan unumli foydalanib 2 ga 6 metr o'lchamdagi balkondan foydalanib, yarmiga choy ichib o'tiradigan stol, konsertlar, u yoqqa televizor qo'yiladigan joy, yarmiga esa oshxona joylashtirilgan. Bu stollarimizning eng zo'rlarini qo'yilgan, mramor toshdan haqiqiy. Xolodilnik 1.85, 1.90 chiqargan eng katta xolodilnik. Bu yoqda kirmoshinalar, keyin bu yoqda ayollarimiz juda ham sevib ishlatadigan mana shunaqa zamonaviy rakovinalar, har xil usulda suv oqadi, stakan yuvgich, gel qo'ygich, hattoki filtr suvlariga mo'ljallangan kranlar ham bor. Bu yoqda gaz filtrlar, duxovkalar, ko'rib turibsizlar, juda ham sifatlardan qo'yilgan. Uyimiz g'ishtli uy. Mo'ljal Farhod bozori, hamma bilgan Farxatskiy, Chilonzor tumani 13-kvartal. Chilonzor 13-kvartal deyiladi, aslida hozirgi vaqtda Uchtepa tumaniga qaraydi. Aslida hamma biladigan Chilonzor 13-kvartal deb aytiladi. Bu xonadonimiz kirish qismi. Perxoshkamiz ham keng. Bemalol mana bu kirib kelgandan keyin oyoq kiyimlarni qo'yib, bu yoqqa kiyimlarni ilib kirsa bo'ladi. Bu yoqqa ham kiradigan joylar bor. Elektrik ishlari ham noldan qilingan, ko'rib turibsizlar. Endi esa qolgan xonalarni ko'rsatib o'tamiz. Barcha xonalar va sanuzullari alohida joylashgan, ko'rib turibsizlar. Bu yoqqa zalga, bu yoqqa spalniyaga, bu yoqqa detskiga kiriladi. Endi esa kattalar yotoqxonani ko'rsatib o'tamiz. Kattalar yotoqxona shkafi, bu yoqda spalniyalar joylashgan. Hamma xonaga rozetkalar, xo'p, televizor uchun joylar qoldirilgan. Alohida konserni qo'yaman desalar, konserlarga rozetkalar ham qoldirganmiz. Uyimiz dizayni yoqimasa, hozirdan bitta like bosib qo'ying, bizning mehnatimizni qadrlagan holda. Bu yoqda bemalol narsalar qo'yib, oynaga qarab, bu yoqqa kiyimlar qo'yib, bemalol baxtli hayotni kelgan joydan davom ettirsanglar bo'ladi. Endi bolalar xonasini ko'rsatib o'tamiz. Bu bolalar xonasi ixchamgina qilingan. Bitta toy bola o'g'lingiz bo'lsa, mana shu yerga joylashtirsangiz bo'ladi. Xo'p, mana bu svetlarimiz ham har xil rejimda o'chib yonadi, mana bunaqa. Tekislar yonadi, o'chadi. Bu yoqda shkaflari. Endi esa 4-xonani, ya'ni 3 xona 4 xona qilingan deb aytdik. Bilgan bo'lsanglar, 4-xonani ko'rsatib o'tamiz. Bu yoqda sanuzillar joylashgan, oxirida ko'rsatib o'tamiz. Bu yoqda 4-xona. Bu yoqda ham bitta Soliha qizingiz bo'lsa, Soliha singlimiz uchun mana shu yerga bitta divan qo'yganmiz. Bu yoqqa dars qilish uchun stollar, bu yoqqa kitoblaringiz qo'yish mumkin, kerakli narsalarni qo'yib foydalansa bo'ladi. Domchilikda bilasizlar, joydan ekonom qilish maqsadida hamma joydan unumli foydalanishga harakat qilamiz. Bu yoqda sanuzil. Kirib ketmay chiqadi. Endi bu yoqda hojatxonasini ko'rsanglar bo'ladi. Ko'rishingiz uchun marhamat. Ko'rib turibsizlar, barcha xonalar alohida, bu yoqda sanuzillar, 4-xonaga kirish ham alohida. Bu yoqqa zaldan kirib, endi batafsil uyimiz haqida ma'lumotlarni berib o'taman. Bu xonadonimiz Chilonzor 13-kvartal, aslida hozirgi Uchtepa tumaniga qaraydi, 13-kvartalda joylashgan. Manzil tushunarli 13-kvartal, mo'ljal Farhod bozori chorrahasining yoni. 50 metr 100 metrdan keyin Farhod bozorining chorrahasi joylashib keladi. Narxi 95 ming, umumiy maydoni 68 metr kvadrat, barcha mebel texnikalar qoladi, noldan remont qilingan. Kechalar albatta sizlarga ham yoqib qoladi. Narx 95 ming, kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa chiqib, baraka qilsanglar bo'ladi. Mehnatimizni qadrlagan holda like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga rahmat. Toshkent uylari 01 da qoling.